Hammaga assalomu alaykum. 46 yoshdagi ayol kishi yuraklari tez urib ketib, birdaniga o'tirib qolish shikoyati bilan murojaat qildilar. EKGda qorinchalar taxikardiyasi kuzatilgan. Eslatib o'taman, yurakda tepada bo'lmachalar, pastki kameralari qorinchalar deyiladi. Aynan qorinchalarni juda ham tez urib ketishi qorinchalar taxikardiyasi deyiladi. Bu inson hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Yurakdan to'satdan o'lim sindromiga sababchi bo'lishi mumkin. Buni esa yaxshi davolash kerak. Bugun tekshirib chiqdik, barcha analizlarini, yurak qon tomirlarini tekshirilganda toza chiqdi koronarografiyada va yurak ichi test o'tkazildi. Elektrofiziologik testda e'tibor bersangiz, yurakni birdaniga tez urib ketadigan joyi qo'zg'atildi. Ya'ni qorinchalar taxikardiyasini qaysi joyda ekanligini bilib oldik. Hamda kateterlar bilan yurak ichiga kirdik. Aynan yurak tez urayotgan joyni radio to'lqinli ablatsiya yordamida kuydirildi. E'tibor bersangiz, bu tomonda yurak ritmi bir xil emas, lekin hozir 52 daqiqa o'tdi. Yurak ritmi bir xil. Xudo xolasa endi bemalol komfort hayot kechiradilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.